Assalomu alaykum hammaga. Tinchmisizlar? Assalomu alaykum hammaga. Voy, mana Porsche'lar qaraydi. Porsche muzeyiga kirdik. Ular qaraydi. Vid butkul dahshat. 3 etajlik. Hop. Mana pastda ikkinchi etaj, yana har xillari bor. Mana sportivlilari ham bor. Mana bu yerda turib, Porsche Panamera GT ekan. Ovozini eshitib ko'rsangiz ham bo'lar ekan. Har xil. Spider-deki. Bular. Bu tepada ovozi chiqar ekanda, mana. Baka 911 tekshirib ko'raylikchi. Gaz yesiz bo'lmaydi. Pedallari bor ekan. Mana qarang, mana o'z davrining qirollari. Porsche 356 kupe, yana 1950-yil ekan. Maksimal tezligi 140 ekan. Bu yerda mana qaysi yildan boshlab chiqqanligi, yillari, zon tablo ekan. Qarchi mana Porsche Stuttgart. Xo'p, misol uchun mana 34-yil, shunday bossangiz ustiga mana shu haqida qonli ma'lumot beradi. Ana shu mashina haqida qonli ma'lumot beradi. Mana bularni qarang. Mana bu o'sha keyingi yillarda chiqqan, mana 90dan keyingi markalar. Misol uchun mana Porsche Taycan Turbo 2020. To'liq ma'lumotini ko'rsatadi. Endi mana bunisini qarang endi. Balonlari ham ajoyib ishlangan ekan. Mana orqa qismi va mana bunisini ko'ring endi. Eski qilib chiqarilganlari. O'zini davrida poygada qatnashib chempion bo'lgan mashinalar ekan mana shular. Mana bu tarafda ham xuddi shunaqa. O'z davrida qatnashib, poygalarda qatnashib chempion bo'lgan mashinalar ekan. Mana ma'lumotlari. Porsche GT 1911 97-yil. Tokson 8-yilgi maksimal tezligi 315, Porsche 911. Qoyil.
Bu tarafda har xillari bor mana. 2000-yilgi poygasida lavhalar ham qo'yib qo'yishibdi. Mana qarang. Mana bu yangi vipiskasi mana. Yangi vipiska. Balon diskalarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Prosta bitta narsa bor. Haligi merslar, banglar talashiladi-yu. Prosta endi xafa bo'lmaysizlar, banglachilar. Legenda baribir. Mana turishini qarang bu yerda. Mana degan poshlarni ichida turibdi mana. 595-yil. Legenda hamma yoqda o'z so'zini aytadi baribir. Ko'rdingizmi? Shuncha Porsche ichida yagona bo'lib turibdi mana. Porsche'ga bo'lgan sayohatimiz nihoyasiga yetdi. Ana buni turishini qarang. Ana buni qarang.